Hammaga ko'rinyaptimi? Xo'p, demak bu Ulotrixning jinsiy ko'payishi. Xo'p, Ulotrix qanday organizm? Suvot? Yo'q, aytmoqchimanki, qaysi bo'limga mansub? Tuban suvotlar. Tuban suvotlar aynan. Tuban suvot sifatida ko'p hujayrali, ko'k yashil suvot aynan. Xo'p, ko'k yashil suvot sifatida demak Ulotrixda biz jinsiy ko'payish haqida gaplashamiz. O'zi necha xil ko'payadi bular? 2 xil ko'payadi, jinsiy hamda jinsiz usulda ko'payadi aynan. Jinsiy va jinsiz. Xo'p, biz bilamiz jinsiy ko'payishda, xo'p, Ulotrixda ipi bor, tanlovmi. Mana bu narsa, mana bu qism mana belgilayapman-ku. Mana shu qism bu jinsiy ip. Musbat va manfiy bo'lgan jinsiy iplar bo'ladi. Ulardan izogametalar hosil bo'ladi aynan. Izogametalar bular ikki xifchilli gameta. Qaysi ko'payishda ishtirok etadi? Jinsiy ko'payishda ishtirok etadi aynan. Mana shu izogametalar ko'rib turganingizdek necha xifchilli bo'lib turibdi? Ikki xifchilli izogametalar mana. Ikki xifchilli izogametalar. Mana manfiy va musbat ipdan o'sha izogametalar hosil bo'ladi. Izogametalar o'zaro qo'shilib, mana ikkitasi qo'shilyapti bir-biriga. Ikkitasi qo'shilib bir-biriga nimaga aylanyapti? Zigotaga aylanyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, zigotaning to'plami nima deyapti? Qanaqa? 2. Diploid, to'g'rimi? Diploid to'plamiga ega bo'lyapti ana. Xo'p. Diploid to'plamiga ega. Mana bu yerda 2. Ko'rdingiz-a? O'z-o'zidan demak izogametlar to'plami qanday tepada turibdi mana? Gaploid, n to'plami. Ikkita n o'zaro qo'shilib nimani hosil qiladi? 2 n. Xo'p, mana bu zigota. Zigotani ichi nechiga bo'linyapti? 4 ga bo'linyapti aynan. 4 ga bo'linib, 4 ta alohida hujayraga aylanadi. Alohida hujayra har bittasidan nima hosil bo'ladi? Ip hosil bo'ladi. Ulotrix ipi hosil bo'ladi aynan. Demak, siz xulosa qilishingiz mumkin. Siz xulosa qilasiz. Demak, ikkita izogameta o'zaro qo'shilib nimaga aylanar ekan? Bitta zigotaga aylanadi. Bitta zigotadan nechta Ulotrix ipi hosil bo'lyapti? 4 ta. 4 ta ip. Demak, mana shu 2, 1, 4 siz uchun shpagalka aynan. Qo'llanma. Ulotrix ko'payishi bo'yicha, qanday ko'payish bo'yicha? Jinsiy ko'payish bo'yicha aynan. Jinsiy ko'payganda demak, ikkita izogametadan bitta Ulotrix ipi, bitta zigotadan 4 ta ip hosil bo'ladi aynan. 4 ta ip. Xo'p, bu jinsiy ko'payish. Ikkita izogameta qo'shilib bitta zigotadan esa 4 ta ip. Jinsiz ko'payish. Jinsiz ko'payishda demak, ikki xil holatda zoospor orqali yoki spor orqali. Bizda asosan adabiyotimizda zoospor orqali berilgan. Xo'p, zoosporalar. Mana bu ko'rib turganingiz, mana bu tallom. Tallomning ma'lum bitta hujayrasi, ya'ni zoosporangiya deb atalar ekan. Mana shu. Uning ichidan hujayra bo'linib 2, 4, 8 bu bo'linadi-da. Zoosporalar hosil bo'ladi aynan. Zoospora. Ko'rdingizmi? Zoospora. Zoosporalar to'plami qanday bo'ldi? N. Zoosporalar to'plami N to'plamli aynan. N to'plamli hujayra aynan. Zoosporalar necha xifchilli bo'lyapti? 4 xifchilli bo'ladi aynan. Ana shu mana pastda 3-qismda zoospora pastga tushib, xifchillarni tashlab, yumaloqlanib turib, har bittasi bittadan nima qilyapti? Ipga aylanib ketyapti. Ya'ni izogamet o'sha zoosporadan bittadan ip hosil bo'lyapti aynan. Jinsiy ko'payganda ikkita izogametadan bitta zigotadan 4 ta ip hosil bo'ladi. Jinsizda esa bitta zoosporadan bitta ip. Bitta zoospora, bitta ip. Tamom. Xo'p, mana shular asosida biz demak masalalarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi masalamiz. Siz hamma ko'rinyaptimi? Xo'p. O'qisa bo'lyaptimi doskadan? Demak, Ulotrix jinsiz ko'payibdi. Nima orqali ko'paygan demak? Zoospor orqali aynan.
Bitta zoosporada nechta xichim bo'lardi? 4 ta xichim bo'lardi. Bizda tarkibida 400 ta xichim bor ekan. 400 ta xichim bo'lsa, demak, zoosporlar soni nechta? 100 ta bo'lgan ayni. 100 ta bo'lgan. To'g'rimi? Xo'p, 2-1. Ularning jinsiz ko'paydi. Ya'ni nima orqali ko'payapti? Zoospor orqali. 30 ta zoospor bor ekan. Unda hosil bo'lgan ularning iplar nechta bo'ladi? 30 ta. 30 ta. Bitta zoosporadan bitta zoosporadan bitta ip hosil bo'ladi. 30 tasidan 30 ta ip hosil bo'ladi aynan. Tushunali? Xo'p, keyingisi 3-1. Jinsiz ko'payibdi. 10 ta ularning ipi hosil bo'libdi. Shunda zoosporalar soni nechta bo'ladi? 10 ta. Hozir aytgan narsamiz. Bitta zoospora, bitta ip degani aynan. Xo'p, 4-1. Ularning jinsiz ko'payibdi. Ya'ni nima orqali ko'paydi? Zoospor orqali ko'paydi aynan. Bitta zoosporada 4 ta xichim bor. 128 ta xichim. Nechtada bo'ladi? 32 ta zoosporada bo'ladi aynan. Demak 32 ta ip hosil bo'lgan, ha? Demak ajoyib. Xo'p, 5-1. Ularning jinsiz ko'paydi. 128 ta ularning iplar hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan zoosporada xichimlar soni nechta bo'ladi? Xo'p, demak bitta zoosporamizda 4 ta xichim bor. 128 ta ip 128 ta zoosporadan hosil bo'lgan, to'g'rimi? Bitta zoospora, bitta ip-ku. 128 ta ip, 128 ta zoospora degani. 128 zoospora bo'lsa, demak nechta xichim bo'ladi? 512 ta xichim bor degani aynan. D javobi. Tushunyapsiz-a? Xo'p, 6-1. Ularning jinsiz ko'payishda 32 ta zoospora qatnashgan. Zoosporlarning 25% ip hosil qilgan. Demak, 32 ta zoosporamiz necha foiz? 100%. 25% qancha? 8 ta bo'ladi. Bitta zoosporadan bitta ip hosil bo'ladi. 8 tasidan 8 ip hosil bo'ladi. A javobi. Tushundik-a? Xo'p. 7-si. 40 ta ularning ipi hosil bo'lgan. 50% ishtirok etgan ekan zoosporalar. Jami zoospora soni. Demak, qarang, bitta zoosporadan bitta ipmi? 40 ta ip nechtadan? 40 tadan. 40 ta zoosporadan. 40 ta zoosporamiz mana shu necha foiz ekan? 50% ekan. 100% da qancha bo'lgan? 80 ta, demak, zoospora bo'lgan ekan. Tushunyapsiz-a? Xo'p, 8-1. Mana bilan bir xil ekan, ha? Endi xichimlarning sonini so'rayapti, xolos aynan. Demak, buni mana bu 80 ni 4 ga ko'paytirib qo'ysam, 4 ga ko'paytirib qo'ysam 320 ta bo'laveradi. A javobi. Xo'p, 9-1. 9-1 da ishlab ko'rasizlarmi, Oqsa aka? Qani ishlab ko'ringlarchi? Jinsiy ko'paydi bunda endi. Jinsiy ko'payishda 200 ta izogameta. 2 ta izogametadan bitta zigotadan 4 ta ip. Bizda nechta izogameta? 200 ta. Demak, nechta zigota shakllangan? 100 ta. Nechta ip shakllangan? 400 ta aynan. Xo'p, zigotalar soni 100 ta, ajoyib. Xo'p, 11 ni ko'ringlarchi. Jinsiy ko'payishda 40 ta izogameta. Jami xichimlar sonini so'rayapti. Bitta izogametada 2 ta xichim bo'ladi. 40 ta izogametada nechta bo'ladi? 80 ta. Ha, izogametada nechta xichim bor? 2 ta. Zoosporda nechta xichim bor? 4 ta. Shuni so'rayapti. Xo'p, 11-1. 60 ta xichim bor ekan. Jinsiy ko'payganda. Bittasida 2 ta xichim bo'ladi. 60 ta xichim nechtada bo'ladi? 30 ta bo'ladi. Xo'p. Hosil bo'lgan zigotalar sonini so'rayapti. 15 ta. Xo'p, bizda 2 ta izogametadan bitta hosil bo'ladi, to'g'rimi? 30 ta izogametamizda nechta zoospor zigota? 15 ta. 15 ta, ajoyib. Tushunyapsiz-a? 12-1 bo'ldi. Xo'p, 13-1. 13-1. Ko'ringchi? 40 ta xichim bor. Bittasida 2 ta xichim bor. 40 ta xichim nechtada? 20 tada. Hosil bo'lgan izogametalar 20 ta. 10 ta. Nimaga? Zigota. Ha, endi ikkinchisi zigotalar sonini so'rayapti. Ikkitasidan bitta bo'lsa, 20 tasidan 10 ta bo'ladi. Ajoyib. Xo'p, 14. 14 ni ko'ring.
32 ta xichim. 16 ta yo'q. Yo'q. Bittasida 2 ta xichim. 32 ta xichim nechtada bo'ladi? 16 tada bo'ladi. Ikkitasidan bitta hosil bo'lsa, 16 tasi. Lotrix iplarni so'rayapti ekan-a? 8 zigota. Bitta zigotadan 4 ta ip, 8 tasidan 32 ta bo'ladi ana. Qaysi javob? A javob bo'ladi. 15-1. Ko'ringchi? Hozir bo'lgan zigota 8 ta, 32 ta. Yo'q. Ha, izogametr 16 ta bo'lsa, demak, zigotalar soni 8 ta. Hosil bo'lgan iplar soni esa 32 ta. 32 ta. Bittadan 4 ta, 8 tasidan qancha? 32 ta. A javobmi? To'g'ri. 16-1. Jinsi ko'payganda 8 ta zigota hosil bo'ldi. Ikkita izogametrdan bitta zigotadan 4 ta ip. 8 ta zigotadan 16 ta izogametr. nechta? 16 ta izogametr. Xo'p, 16 ta izogametr, 32 ta ip. Xo'p, xichlar soni so'rayaptimi bizdan? Lotrix iplar soni. Jam xichlar soni so'rayapti. Demak, bittasida 2 ta xichin bo'ladimi? 16 tasi nechta bo'ladi? 32 ta bo'ladi. Aha, 32. 17-1. 24 ta lotrix ip hosil bo'libdi, jinsi ko'payganda. Ularga qatnashgan jami xichlar soni. Ularda qatnashgan? Ha, ikkitasidan 4 ta ip hosil bo'ladi, to'g'rimi? Bitta zigotali 4 ta ip. Xo'p, bizda nechta ip? 24 ta. Demak, nechta izogametr? 12 ta. Bittasida 2 ta bo'lsa, 12 tasida qancha? 24 ta. Izogametrlar soni nechta? 12 ta. 24 ga 12. A javob. 18-1. Ketdi, qarang, ishlaymiz. Jinsi ko'payganda shuncha gamet hosil bo'lgan. Ikkita izogametrdan bitta zigota, 4 ta ip. 256 ta gamet hosil bo'lgan ekan, shu gametlarning 25% dan hosil bo'lgan. Ya'ni 100% da nechta? 256 ta. 25% da qancha? Yarmini 64 mi? 64. Xo'p, ikkitasidan 4 ta hosil bo'lsa, 64 tasidan 32 ta. 32 ta zigota va 128 ta ip hosil bo'ladi. Qancha lotrix ip hosil bo'lgan? 128 ta. A javob. Xo'p, oxirgi 19imiz, deshlang, oxirgi 19 bir xil ekan. Ko'ringchi, ishlab ko'ringchi. 200 ta gametr. 50% qatnashgan, 100 tasi. 100 tadan 50 ta, 50 tadan bu 200 ta. 200 ta. Qarang. 50%dan 50% qatnashibdi, 50% qatnashmabdi. Bu degani 100 tasimi? Ikkitadan 4 tip hosil bo'ladi. 100 tasidan qancha hosil bo'ladi? 200 ta. A javob. Tushunarli? Bu eng soddasi bu. Jinsiz ko'payishda qoliplar eng soddasi. Buni davom ettiramiz, murakkablari bor.